بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bugungi mavzuyimiz strategik tahlil qilish va ideologik baho berish hamda ularning o'zaro kirishimli va qarama-qarshi o'rinlari haqida bo'ladi. Strategik tahlil bu bizning voqelikka qanday baho berishimiz bilan bog'liq. Chunki kechayotgan hodisalarga strategik baho bera olishlik bizni qay holatda qanday ish olib borishimiz kerak ekanini belgilab beradigan asos hisoblanadi. Ko'p insonlar strategik baho berishda xatolikka uchrashadi. Bu o'rinda xato qilish gohida muvaffaqiyatsizlikka sabab bo'lsa, gohida o'lim yoki hayot masalasi bo'lib qoladi. Agar siz biron davlatni yoki guruhni yoki jamoatni boshlig'i bo'lsangiz va holatga strategik baho berishda xatolikka uchrasangiz, bu o'limga yoki ichki janglarga olib kelishi mumkin. Ommaning ustida boshqaruvchi bo'lgan inson yoki kelajakda shunday bo'ladigan insonlarni strategik tahlil qila olishga qodir bo'lishligi juda zaruriy hisoblanadi. Agar siz bunga qodir bo'lmasangiz, ishingizdan voz kechishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu o'rinda xatolikka uchrasangiz, insonlarni qonlariga javobgar bo'lib qolishingiz mumkin. Shunga ko'ra bugun men sizlarga strategik fikrlashga taalluqli bo'lgan bir necha asosiy qoidalarni aytib o'taman. Birinchi qoida: quvvat muvozanatlari bashariyatdagi qarama-qarshilikning asosi va muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlikning me'yori hisoblanadi. Ushbu muvozanatlar doimiy ravishda o'zgaruvchan bo'lganligi bois, har qachon zamon almashgan vaqtda unga yangi ta'rif berishingiz kerak. Biz doimo o'zgaruvchan vaziyatda yashaymiz. Shuning uchun qaror egalari va siyosiy shaxslar doim chigal holatni boshdan kechirishadi. Ya'ni ular doim hodisalarni kuzatib turishlari va uni juda sinchkovlik bilan o'lchab turishga qodir bo'lishlari lozim. Ba'zi muvozanatlarning o'zgaruvchanligi unchalik ham tez ro'y bermaydi. Misol tariqasida aytsak, bashariyat tarixida Amerikaning askariy qudratiga teng keladigan qudrat bo'lmagan. Tarix mobaynida biron xalq bu qadar ko'p silohlarni jamlay olmagan. Demak, Amerikaning qudrati siyosiy muvozanatda sobit unsurlardan hisoblanadi. Bugungi kunga qadar Xitoy yoki Rossiya ham Amerikaning askariy qudratiga teng keladigan armiya tuza olmagan. Shunga ko'ra siz Amerika bilan muomalaga kirishayotgan vaqtingizda uni askariy qudratini ham e'tiborga olishingizga to'g'ri keladi. Biroq askariy qudratni keng bo'lishligi doim ham yaxshilik alomati deb bo'lmaydi. Gohida bu ortiqchalik ham qilishi mumkin. Shuning uchun siz bu o'rinda askariy qudratning qarshisida boshqa muvozanatlar bilan qarashingiz kerak. Ya'ni askariy qudratni keng bo'lishi askariy bazalarni ham ko'p ekanligini bildiradi. Ba'zalar ochiq bo'lgani bois uni hadafga olmoqchi bo'lgan insonlarga imkoniyatlar ko'payadi. Men Qosim Sulaymonning o'limidan 2-3 kun keyin Iroq kongressini Amerika kuchlari Iroqni tark etishlari lozim ekanini o'z ichiga olgan talabi chiqqan vaqtda Amerika tarafidan 2 xil bayon chiqqanini mulohaza qildim. Ularning biri Amerikaning maydondagi generallari tomonidan bo'lib, unda chekinishga qaror qilingani haqida so'z bo'lgan. Ikkinchi bayon esa birinchisidan 12 soat keyin Pentagon tarafidan chiqdi. Unga ko'ra nutqning yo'nalishi qanday ekanini ta'kidlash lozim ekani haqida so'z bo'lgan. Bir muddatdan so'ng Amerikaning rasmiy notig'i chiqib, chekinmaslikka qaror qilganini aytgan. Demak, bizga bayon bo'ldiki, maydondagi generallar o'z xavfsizliklari xatar ostida ekanini his qilishgan. Chunki Iroqning deyarli barcha joylarida askariy bazalar mavjud. Furot daryosi bilan Dijla daryosidagi oraliqning barcha asosiy shaharlarida Amerika va Iroqning askariy bazalari joylashgan. Bazalarning ko'pligi qudratni ifoda qilsa-da, biroq u bir vaqtning o'zida zaiflik ham hisoblanadi. Chunki har qachon uni hadafga olish imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun oldingizga xaritani qo'yib, mavjud bo'lgan muvozanatlar jarayonini ko'zdan kechirar ekansiz, barcha narsalarni hisobga olgan holda o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi narsalar bilan yondashish imkoningiz bo'lsa, ba'zilari bilan imkoningiz bo'lmaydi. Ikkinchi qoida: quvvat muvozanatlarini o'lchayotgan vaqtingizda hissiyot va otifadan xoli bo'lgan holda qarashingiz lozim. Biz havoyi nafsimizga ergashmasligimiz kerak. Alloh taolo havoyi nafsga ergashishdan qaytarib aytadiki: "Ey Davud, biz sizni yer yuzida xalifa qildik. Bas, havoyi nafsingizga ergashmang." Davud alayhissalom Alloh taolo qaytargan vaqtida nima qilib havoyi nafsiga ergashgan edi?
U kishi mehrobda namoz o'qib turgan vaqtida ikki kishi yoniga keladi. Davud alayhissalom shoshilgan holda ularning hojati haqida so'radi. Ular aytdiki, mening birodarimni 99 ta qo'yi bor edi deyaroq qissani tamomladi. Shunda Davud alayhissalom ikkinchi birodarini hujjatini eshitmasdan oldin hukm chiqardi. Davud alayhissalom bu vaqtda sahroda xotirjam o'tirmagan edi, balki mehrobda ibodat qilayotgan edi. Biroq Alloh taolo aytdiki, sen hokim, xalifa, qozidirsan. Shu holingda uni birodarini hojatini eshitmasdan avval hukm chiqarding va havoi nafsingga ergashding dedi. Demak, u zotning havosi ibodatda bo'lgan, yomonlikda emas. Shunga ko'ra qaror oladigan siyosatchining havosi muhim pallada boshqa narsalar bilan chalg'ib qolishda bo'ladi. Garchi u chalg'igan narsa yaxshilik bo'lsa ham. Demak, siz modomiki ibodatda bo'lar ekansiz, Alloh taolo muvaffaq qiladi deb o'ylab qolmang. Bu tushuncha to'g'ri emas. Balki holatni to'liq o'rganish bilan mashg'ul bo'lishingiz kerak. Ibodat vaqtida ibodat qiling. Strategik fikrlash vaqtida fikrlang. Ularning orasini aralashtirib yubormang. Siz insonlar ustida boshqaruvchi ekansiz, har bir lahzangiz ibodat hisoblanadi. Alloh bilan yolg'iz qolgan vaqtingizda shaxsiy ibodatdasiz. Insonlar orasida adolat bilan hukm qilayotgan vaqtingizda ibodatdasiz. Jang qilayotgan vaqtingizda ibodatdasiz. Hukm majlisida o'tirgan vaqtingizda ibodatdasiz va hokazo. Demak, har bir lahzada siz ibodatda ekansiz. Ammo biron ibodat asnosida boshqasi bilan chalg'isangiz, xatolikka duchor bo'lasiz. Bu Alloh taolo Davud alayhissalomni itob qilgan o'rindir. 3-qoida. Havoi nafs asarida kelganidek ko'zni ko'r, quloqni kar qiladi. Biz tirik jonzotlar o'laroq holatlarni har jihatidan qanday yuz bergan bo'lsa, 100% shundayligicha ko'ra olmaymiz. Chunki siz bu darajada bo'lishingiz uchun avvaliga hech qanday fikr sizda shakllanmagan bo'lishi kerak. Bizning har birimizda eskidan fikrlar, moyilliklar, tasavvurlar shakllanib ulgurgan. Agar sizlardan biringiz menga aytsaki, men ma'lumotlarni barcha hissiy tuyg'ulardan xoli bo'lgan holda tahlil qila olaman desa, men aytamanki, sen noto'g'ri aytyapsan. Bunday bo'lishi mumkin emas deyman. Chunki bizlarni barchamizni ko'zlarimizda ma'lum filtrlar bo'lib, ma'lumotlarni umumiy fikrimizga munosib ravishda tahlil qilamiz. Shuning uchun yakka shaxsni bir guruh shaxslarga nisbatan xatolikka uchrash ehtimoli ko'p bo'ladi. Guruhdagi shaxslarning barchasida ma'lum filtrlar bo'lganligi uchun ularni voqeaga bergan bahosida xato bo'lish ehtimoli kam bo'ladi. Bu bir odamning yakka holidagi tahlili natijasida sizlarga faqat o'zim ko'rib turgan narsa haqida aytayapman va men sizlarni to'g'ri yo'lga boshlovchidirman deyishidan yaxshidir. Bu kabi holat Firavunning muammosi bo'lib, u dunyoni ma'lum shaklda ko'rdi va insonlarni ham shundayligicha ko'rishlariga majburladi. Shu bilan birga uning atrofidagi undan ham ko'ra aqlliroq bo'lgan ko'p sonli shaxslar uni bu holatdan qaytarishga qodir bo'lishmadi. Demak, bu o'rindagi havoi nafsdan maqsad voqeaga o'z holaticha baho bera olmaslikdir. Shuning uchun ham asarda aytilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Allohim, menga ishlarni o'z holaticha ko'rsatgin" deb duo qilganlar. Bu hadisda kelganmi yoki yo'qmi buni bilmayman. Biroq bu duo juda daqiqdir. Ya'ni, ey Allohim, menga ishlarni o'z holaticha ko'rsatgin. Uni men xohlaganimdek yoki men yaxshi ko'rganimdek emas. Bizlardan ko'pchiligimiz siyosatda biron muayyan jihatning yo'nalishiga muvofiq yoki muxolif bo'lamiz. Shunga ko'ra bizga kelayotgan ma'lumotlarni o'z havoimiz andozasiga solaroq tahlil qilamiz. Agar bu ma'lumot bizga muvofiq bo'lgan jihat tarafidan bo'lsa, uni bo'rttirib, ziynatlab ko'rsatishga urinamiz. Agar bizga muxolif bo'lgan jihat tarafidan bo'lsa, unga kamsitu ko'zi bilan boqamiz. Siz strategik fikr yuritishingiz jarayonida qaror olishingiz uchun bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni yig'ayotib, voqeaga o'z holicha baho berishingiz lozim va imkon qadar o'zingizdagi filtrlarni olib tashlashingiz zarur. Ularni barchasini olib tashlang demayman, chunki bu imkonsiz narsa. Siz raqamlarga, to'g'ri ma'lumotlarga va haqiqiy mezonlarga qarashingiz kerak. Shu narsa sizni muvaffaqiyatingiz yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrashingiz omilidir. Biroq gohida buyuk shaxslar jiddiy xatoliklarga duch kelishadi.
Misol tariqasida Napoleon Bonapartni aytsak, u kishi tarixning ajoyib insonlaridan hisoblanadi. Chunki u Fransiyaning hukmroni bo'lgan vaqtda, u davlat 1879-yilda ro'y bergan qo'zg'olonning natijasida yakson bo'lib ulgurgan edi. Napoleon Fransiyaning Milan shahridan emas, balki O'rta Yer dengizidagi orollarning biridan bo'lgan holida imperator bo'ldi va Yevropaga qarshi hujum e'lon qildi. U ittifoqdosh kuchlarni mag'lub qilishga muvaffaq bo'ldi. O'sha vaqtda ittifoqdosh kuchlar Britaniya, Avstriya, Germaniya, Rossiya va Shveysariya bo'lgan. U Avstriya orqali hujum boshladi va 10 yil mobaynida fe'liy ravishda Yevropani deyarli barcha qismini bosib olishga qodir bo'ldi. So'ngra uning orzulari yanada ko'paya boshladi. Modomiki butun dunyo uning qarshisida mag'lub bo'layotgan ekan, Yevropaning o'ziga cheklanib qolmay, dunyoning barcha yerini bosib olishni xohladi va Rossiyaga hujum qilishdan iborat bo'lgan tarixdagi eng ahmoqona qarorni qabul qildi. Uning bu qarori hozirda askariy fakultetlarda o'rganiladi. Xaritaga qarasangiz, Yevropaning hajmi kichkina bo'lsa, uning yonida Rossiyaning geografik hajmini cheki yo'q. O'sha vaqtda ruslarni nafaqaga chiqqan yetuk askariy generali bor edi. Napoleon poytaxt Moskvaga yurish boshlagan vaqt, Rossiya hukumatı o'sha generalni chaqirdi va undan muammoga yechim berishini iltimos qiladi. U o'zi chiqaradigan qarorlarga hech kim qarshilik qilmaslik sharti bilan mansabiga qaytishga rozi bo'ladi. Hukumat uning shartlariga muvofiqlik bildirgandan so'ng, Napoleonga qarshi turishlikdan foyda yo'qligini aytib, chegaradagi barcha askarlarni chekinishiga buyruq beradi. Askarlar chekinish asnosida bosib o'tgan barcha shahar va qishloqlarni hamda undagi yeyiladigan, ishlatiladigan mahsulotlarni yoqib yuborishlarini va insonlar ham yashab turgan joylarini tark qilib, sharq tomon yurishlarini talab qiladi. Napoleon Moskvaga yetib kelgan vaqtda general Moskva aholisini shaharni tark qilib chiqib ketishlarini talab qiladi. Bu shahar ham insonlardan xoli qilinadi. Undagi yeyiladigan va ishlatiladigan mahsulotlar yoqib yuboriladi. Napoleon Moskvaga kirdi va ushbu buyuk shaharni hech qanday qarshiliksiz bosib olgani bilan faxrlana boshladi. Biroq u kirib kelayotgan qish faslini hisobga olmagan edi. Rossiya bilan Fransiyaning orasidagi masofa juda uzoq. U yerdan Moskvagacha ot va xachir kabi ulovlarda yemoq va qurol kabi ta'minotlar yetib kelishi 1,5-2 oy muddatni o'z ichiga oladi. Yevropaliklar Rossiya sovuqlariga odatlanmagan. Yevropada sovuq darajasi -5-6 bo'lsa, Rossiyada -20-30 daraja bo'ladi. Napoleon ortga chekinishga qaror qildi. Bu vaqtda rus generali o'z askarlarini qurollangan tayyor holida Moskvaning sharqi tomon joylagan edi. Qachonki Napoleon chekina boshlarkan, rus generali askarlariga hujum qilishga farmon beradi. Natijada askariy tarixdagi eng katta qirg'inlardan biri yuz beradi. Napoleon qo'shinining adadi Moskvadalik vaqtida 680 ming bo'lsa, Fransiyaga yetib borguncha 25 ming askar qoladi. Bu bashariyat tarixidagi eng katta mag'lubiyatlardan biri hisoblanadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, Napoleon kabi katta generalni bu qadar jiddiy xato qilishga undagan narsa uning havoyi nafsidir. U o'zini yengilmas buyuk general ekanini his qilgan holda hayotiga nuqta qo'yadigan xatoni qildi. Bu voqeadan so'ng Napoleonni mansabidan bo'shatishdi. Natijada Fransiya ittifoqdosh kuchlar tomonidan bosib olindi. Gitler Yevropani barchasini bosib oladi. Inglizlarni orol tomon quvib chiqib, ularni muhosara qilgan holda ustilaridan bombard qiladi. O'sha vaqtda Rossiya hukmdori Stalin Gitlerning siyosiy ittifoqdoshi edi. Gitler generallari bilan mashvara qilgan holda Rossiyaga hujum qilishga qaror qildi. Chunki Rossiya qo'shinlari 1942-yilga kelib, ancha parokandalikka uchragani sababli Stalin qo'shin tartibini qayta shakllantirayotgan edi. Gitler bu vaziyatni hujum qilish uchun ayni fursat deb topdi. Stalin Gitlerga mutlaq ishongani uchun uning hujum qilishi xayoliga ham kelmagan. Chunki ular jangda ittifoqdoshlar bo'lgan. Polshaga ham birgalikda hujum qilib, uni bosib olishgan. Polshaning bir qismi ruslarga tegishli bo'lsa, yana bir qismi Germaniyaga tegishli edi. Gitler Polshaning Rossiya qo'li ostidagi mintaqalarga hujum qilganlik xabari Stalinga yetib kelgan vaqt, Stalin bu xabarni tasdiqlamadi.
Natijada Gitler hujumining avvalidayoq rus qo'shinlaridan 650 ming, 700 mingtasi halok bo'ldi. U Kiyev va boshqa asosiy shaharlarni qo'lga kiritib, Moskva tomon yura boshladi. Stalin Gitlerni juda muhim hisoblanmish Stalingrad jangida bir necha oy ushlab turgan. Gitler yoz faslida hujum boshlagan bo'lsa, uning rejasiga ko'ra bir necha hafta ichida Moskvani bosib olish kerak bo'lgan. Biroq Stalin ushbu jangda Gitlerni imkon qadar uzoq muddat ushlab turdi. Stalingrad jangi tarixdagi misli ko'rilmagan qirg'in barotlardan biri hisoblanadi. Millionlagan insonlar bu jangda halok bo'lishdi. Stalin askarlariga jangga kirish asnosida shunday der edi: "Men sizlarni jang qilishlaring uchun emas, balki o'lishlaring uchun yuboryapman." Jangdan qochishga uringanlarni orqadagi askarlarning o'zlari otib yuborishar edi. Natijada insonlar shiddatli janglar olib borishdi. Qachonki Gitlerning yurishi Moskvaga yetib qolgach, rus generallari o'z bobolari Napoleonga qarshi taktika qilganidek, bular ham Moskva shahrini bo'shatib chiqishdi. Gitler bu vaqtda juda ham qiyin ahvolga tushib qolganini his qila boshladi. Chunki qish fasli yaqinlashib, qorlar yog'a boshlagan edi. Gitlerning qo'shini qish fasli uchun tayyor bo'lmagan. Ustiga ustak ta'minot keladigan yo'llar rus askarlari tomonidan doim hadafga olinib turar edi. Gitler kiyim-kechak ta'minotlaridan ko'ra oziq-ovqat ta'minotini muhim deb bildi va imkon qadar qo'shinga oziq-ovqat yetkazib berishga harakat qildi. Biroq Germaniya askarlarining ko'plari sovuqqa chiday olmaganliklari uchun qirilib ketishdi. Halok bo'lgan askarlarning ustidan izlanish olib borilgan vaqtda ularning ko'plari sovuq tufayli o'lgani ayon bo'lgan. Bu tarixdagi katta saboqlardan biri hisoblanadi. Demak, boshqaruvchilar gohida g'ururlanib ketgan vaqtida ko'zlari ko'r bo'lib qolar ekan. Havoyi nafs insonni ko'zini ko'r, quloqini kar qilib qo'yadi. Gitler butun Yevropani qo'lga kiritganidan so'ng, shu bilan kifoyalansa, unga hech kim qarshilik qila olmas edi. Germaniyada hech qanday to'siqsiz buyuk imperiya qurish imkoniyati bor edi. Biroq boshqaruvchining havoyi nafsi va o'ziga mutlaq ishonib qolishi natijasida shu kabi kechirib bo'lmas xatolikka yo'l qo'yadi. Qachonki yetakchi shaxs o'zini qolganlardan istisno ravishda ko'rar ekan, bu uning uchun halokat hisoblanadi. Yetakchi inson o'ziga mutlaq ishonuvchan bo'lmaydi. Balkim qudratlariga shak ko'zi bilan qarashi lozim. Aks holda o'z xalqini halokat tomon yetaklaydi. Shuning uchun yetakchi shaxs o'z imkoniyatlarini cheklovli ekanini his qilishi va atrofida maslahat berib, to'g'ri yo'lni ko'rsatib turadigan ulamolar hamda tajriba egalari bo'lishi juda zarur hisoblanadi. Boshqaruvchi shaxs hukmronlikning cheki bor ekanligini his qila olsagina haqiqiy boshqaruvchi bo'la oladi. Ammo hukmronlikning cheki yo'q degan xayol bilan doim o'z fikrini oldinga suradigan shaxslardan ehtiyot bo'lishimiz zarur. 4-qoida. Insonlarga eshiklarni yopib qo'ymang. Qarang, dunyo harakatlanmoqda. Hayot qiyinchilik va yengilliklar orasida aylanib turadi. Alloh taolo aytadi: "Albatta bir qiyinchilik orqasidan yengillik bo'ladi va albatta bir qiyinchilik orqasidan yengillik bo'ladi." Demak, qiyinchilik bitta bo'lsa, uning muqobilida ikkita yengillik bor. Alloh taolo boshqa bir oyatda aytadi: "Alloh qiyinchilikdan keyin yengillik beradi." Shunga ko'ra qiyinchilik va yengillik almashib turadi. Dunyo tamom bo'ldi. Hech qanday chora yo'q deb e'tiqod qiladigan insonlar voqelikka baho berishda muvaffaqiyatsizlikka uchragan hisoblanadi. Chunki hodisalar aylanib turadi. Siz voqealarni o'z umringizga, shaxsiy manfaatlaringizga va g'ururingizga qiyos qilganingiz uchun dunyo tamom bo'ldi deb o'ylayapsiz. Ammo ko'zguni kengroq olib, hayotga yuqoridan boqadigan bo'lsangiz, har qachon qiyinchilik bilan birga yengillik ham turganini topasiz. Gohida mashaqqat ko'payib ketgan bo'lsa, uning muqobilida yengillik ham pishib borayotgan bo'ladi. Bashariyat tarixida haq mutlaqo yo'qolib ketgan biron lahza bo'lmagan. Shuningdek, botil ham biron lahzada mutlaqo yo'q bo'lib ketmagan. Bu ikkalasi doim o'zaro kurashda davom etib turishadi. Shuning uchun ko'ramizki, gohida haq yuqorilab ketayotgan vaqt ortidan botil ham kelayotgan bo'ladi. Gohida botil tug'yonga ketayotgan bo'lsa, haq hozir bo'la boshlaydi. Shunga ko'ra biron lahza ham hayot tamomiga yetdi deb o'ylamang.
Demak, siz gohida botil kuchayib, musulmonlarni mag'lub bo'layotganini ko'rsangiz, noumidlikka tushmang. Aks holda sizda ikkita muammo mavjud ekan. Birinchisi, dunyoga boqishda ko'z oynangiz to'g'ri emas. Chunki siz dunyoni aylanib turishi va imkoniyatlar qayta tug'ilishini ko'ra olmayapsiz. Shayx Sha'roviy rahimahulloh doim Alloh taoloni ayting, haq keldi, botil esa zavol bo'ldi. Albatta botil zavol bo'luvchidir oyatini tilovat qilayotgan vaqtda shunday der edi. Agar botilni zavol bo'lmaganini ko'rsangiz, bilingki, haq haligacha komil ravishda kelmabdi. Botilning zavol bo'lishi uchun haq komil ravishda kelishi kerak. Bashariyat tarixining barcha lahzasida dunyoni to'laligicha zulmat qoplab olmagan. Balki har bir devorning ham yorilgan joylari bo'ladi. Agar strategik fikrlashingiz jarayonida ushbu yoriqlarni tushunishga harakat qilsangiz, ularni yorib o'tish imkonini topasiz. Ammo devorning bahaybatligiga qarab baho bersangiz, u holda dunyo tamomiga yetdi deb xulosa qilasiz. Siz avvaliga devorga yaqinroq kelib qarang, so'ngra undagi yoriqlarni ko'rasiz. Chunki u qanchalik bahaybat bo'lmasin, bashariyatning qilgan sanoati bo'lib qolaveradi. Bashariyatning sanoatlari esa doim kamchilikka to'ladir. Bo'lib ham bu odatda yomonlikni o'z ichiga olgan sanoat bo'lgani uchun doim unda qarama-qarshiliklar mavjud. Shunga ko'ra hech qachon botil bizning hayotimizda komil ravishda hukmronlik qilib qoladi deb o'ylamang. Biz musulmon o'laroq doim umid bilan yashamog'imiz lozim. Modomiki biz g'alaba va mag'lubiyat haqida gapirar ekanmiz, bu qachon ro'y beradi degan savol doim bizni qiynab keladi. Aytamanki, buning qachon ro'y berishi biz uchun muhim emas. Shuning uchun hadis qudusiyda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Robbisidan hikoya qilib aytadilar. Zamonni so'kmanglar. Albatta men zamondirman. Bizning umrimiz zamonning umumiy yo'nalishi ichida bir necha lahzalarni tashkil qiladi. Demak, g'alabani kim qo'lga kiritadi? Gohida men mag'lubiyatga uchrashim mumkin. Lekin bu kelajakdagi avlodlar ham mag'lub bo'ldi degani emas. Agar biron zamondagi faoliyatingizdan kelib chiqib mag'lub bo'ldik deb aytsangiz, bu to'g'ri. Ammo barcha zamondagi faoliyatlar natijasini ko'zda tutsangiz, bu o'rinda sabr bilan yondashish lozim. Chunki sabr sizning zamonda yurishingizdagi qurolingizdir. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimning bir necha o'rinlarida sabr qilish haqida aytib o'tgan. Chunki sabr sizning qiyinchilikdan yengillik tomon o'tishingizdagi asosiy markabingiz hisoblanadi. Ammo sabrsizlik qilsangiz, mag'lubiyatni qabul qilib, taslim bo'lgan holda o'tirib qolasiz. Demak, zamon tushunchasini bilish muhim hisoblanadi. G'arbning zamonga bo'lgan tushunchasi bilan islomning zamonga bo'lgan tushunchasi orasida farq bor. Islomning zamonga bergan ta'rifi dunyo paydo bo'lganidan boshlab qiyomat qoyim bo'lgunga qadar doimiy muddatni bir yo'nalish deb e'tibor qiladi. Men o'z hayotimda niyatimga ko'ra qilib o'tgan narsalarim haqida hisob beraman. Mendan zamonlarning barchasida amalga oshirilishi kerak bo'lgan narsalarni o'z umrimdagina amalga oshirishim talab qilinmagan. Balki mendan keyin keladigan insonlar uni kamoliga yetkazishi mumkin. Shunga ko'ra bizda strategik sabr tushunchasi bo'lishi kerak. Strategik sabr deganimiz Alloh dunyoni yaratganidan boshlab qiyomat qoyim bo'lguncha keladigan uzun yo'nalish bo'yicha baho bera olishdir. Men bu yo'nalish ichidagi yakka-yu yolg'iz faoliyatdagi shaxs emasman. Balki faol davom etib kelayotgan shaxslarning biridirman xolos. Shuning uchun mutlaqo noumidlikka tushib qolish kufr sanaladi. Chunki bu hayot o'z nihoyasiga yetdi demakdir. Bu esa sizning oxirat kuniga, qayta hayot bor ekaniga bo'lgan iymoningizni buzilishidan darak beradi. Islomni to'g'ri tushuna olmagan insonlargina mutlaqo noumidlikka tushib qolishlari mumkin. Shuning uchun biz muammolarga yechim qidirishda vahimaga tushmasligimiz zarur. Ustoz Nafari aytganlar, sabot ishonchning alomatlaridandir. Mashaqqat vaqtida sabr qilish esa sabotning alomatlaridandir. Demak, siz hech qachon vahimaga tushib qolmang. Chunki musulmonlarning faoliyatlari davom etmoqda. G'alaba bugun kelmasa, albatta ertaga keladi. Shuning uchun insonlarning oldidagi umidlarini to'sib qo'ymang. Ba'zi insonlar faqat bir-birini noumidlikka tushirish bilan mashg'ul bo'lishadi. Siz shuni bilingki, hayot past-u balandlikdan iborat. Hech qachon butunlay farovonlik ham bo'lib ketmaydi va hech qachon butunlay zulmat ham qoplab olmaydi. Hatto o'zingizni shaxsiy hojatingizda ham turli holatlarni boshdan kechirasiz. Bir kun sog'lom bo'lsangiz, boshqa kun kasal bo'lasiz va hokazo.
Shuning uchun Alloh taolo aytadi: Ey inson, albatta sen mehnat mashaqqat chekib Parvardigoring huzuriga borguvchidirsan. Bas, u hayotdan o'tganingdan so'ng u zotga yo'liquvchidirsan. Alloh taolo boshqa bir oyatda aytadi: Darhaqiqat biz insonni mehnat mashaqqatda yaratdik. Demak, siz mehnat va mashaqqat orasidadirsiz. Biz o'z zehniyatlarimizdan turli xayolotlar olamida uchib yurishni to'xtatishimiz zarur. Bizdan avval o'tgan ajdodlarimiz ham dunyo tamomiga yetdi. Imom Mahdiy kelishini kutishimiz kerak deb o'tirgan insonlar bilan yashab o'tishgan. Imom Mahdiyni kutib yashashlik bizning zamonamizdan avval ham barcha zamonlarda kuzatilgan. Bizning voqelikka to'g'ri baho berish malakamiz buzilib, go'yo oldi berk ko'chaga kirib qolgan vaqtimizda Imom Mahdiyni kutib o'tiruvchilar soni ko'payib ketadi. Agar biz to'g'ri tushunchaga ega bo'lsak, voqeaga o'z holicha baho bera olsak, haq va botil orasidagi azaliy kurashni inobatga olgan holda o'z ustimizda malaka oshirib, keyin yana qayta kurashga otlanadigan bo'lsak, ko'zlangan maqsadimizga erishamiz. Bu juda muhim nuqta hisoblanadi. Demak, sabr umidning asosiy me'yoridir. 5-qoida. Biz musulmonlar madaniy va diniy jihatdan istisno qilingan ummat emasmiz. Balki biz Allohning bandalaridan birimiz. Alloh taolo Qur'oni Karimning 1/3 qismida Banu Isroil haqida so'z yuritadi. Qur'oni Karim bizdan avval o'tgan ummatlarning hayotini shunchaki so'zlab beruvchi tarix kitobi emas. Alloh taolo musulmon ummatini avvalgi ummatlardan o'zgacha qilib yaratmagan. Yahud va nasorolar biz Allohning farzandlari va mahbublarimiz deyishgan edi. Alloh taolo ularga qarata, sizlar Alloh yaratgan odamlarning biridirsizlar deb javob berdi. Biz ham Allohning yaratgan odamlaridan biridirmiz xolos. Alloh taolo bizga Banu Isroilning qissasini zikr qilishi, ularni qay darajada muammo chiqaruvchi xalq bo'lganini bayon qilish uchun bo'lmagan. Balki bizlarni o'sha ishlardan chetlanishimiz kerakligi haqida gapirgan. Agar biz madaniy jihatdan istisno qilingan ummatmiz deb e'tiqod qilsak, bu avval o'tgan ummatlar ustida yuz bergan Allohning kavniy qonunlari bizning ustimizda ro'y bermaydi degan ma'noni ifodalaydi. Afsuslar bo'lsinki, hozirda ko'p musulmonlar go'yo o'zlarini Allohning farzandlari va mahbublaridek, ularni Allohning azobi ushlamaydigandek his qilishadi. Bu noto'g'ri tushunchadir. Chunki Allohning sifatlaridan biri adolatdir. U zot o'z adolati bilan insonlarni barchasini barobar qilgan. So'ngra ularga to'g'ri va noto'g'ri yo'lni bayon qilib, kim o'zi uchun shu yo'llardan birini ixtiyor qilsa, jannat yoki jahannamga, najot yoki zalolatga ketishi haqida xabar bergan. Alloh taolo sizni bu yoki u tarafdan bo'lishingiz uchun emas, balki iymon, solih amallar bilan hayot kechirdingizmi yoki yo'qmi, shunga qarab belgilaydi. Bu o'rinda bir masalaga urg'u berib o'tishimiz kerak. Ba'zi insonlar kim ijtihod qilib to'g'ri topsa, unga 2 ajr bo'ladi. Agar ijtihod qilib to'g'ri topa olmasa, unga 1 ajr bo'ladi deb aytishadi. Bu to'g'ri. Biroq bu Allohning huzuridagi narsa. Siz yetakchi shaxs o'laroq insonlarning hayotini barbod bo'lishiga sababchi bo'lsangiz, javobgarlikni o'z bo'yningizga olishingiz kerak. Agar sizning niyatingiz solih bo'lgan bo'lsa, Allohning huzuriga borganingizda u zot sizga o'zi xohlaganidek muomala qiladi. Biroq siz reja tuzib qaror olayotgan vaqtingizda nima uchun insonlarning hayotini muammoga duchor bo'lishiga sabab bo'luvchi qarorni olganingiz uchun hisob berishingiz